Kelaver, kelaver. Kelaver endi. Bo'ldi, uzoq ketib qolma, kelaver. Вот, все. Mana mashraqa bo'lib, xaltacha bilan, shishka bilan tug'iladi, shish bilan. Mana. Buni ichida ko'rib tursiz, mana nerv bor. Mana bu norma, mana. Buniki unaqa emas. Mana bu yerdagi dojiklari chiqib yo'q hosil bo'lmaganligi uchun mana shu yerda bunda chiqib qoladi. Meninga mielatseli deyiladi, mana bunda chiqib qoladi. Uni nima qilish kerak? Buni endi yopish kerak-ku, operatsiya qilish kerak. Men buni udaleniya qilib, buni joyiga qaytarish kerak men buni. Men bu nervni qaytarib joyiga qo'yib qo'yish kerak. Bu birinchi etap bo'ladi. Ikkinchi etap qo'ygandan keyin bu tortiladimi, bola o'sadimi, o'sgandan keyin yana buni operatsiya qilishga to'g'ri kelib qoladi. Tetrin sindrom deyiladi. Tortilib qoladi, qayta operatsiya bo'ladi. Uni tortilib qolgan qayerdan bilamiz desangiz, bu qiz o'zi NMG'lardan o'tib turish kerak bo'ladi. Har 6 oyda, 1 yilda NMG qilish kerak bo'ladi. Undan tashqari vaziyatga, talabga qarab MRT, bungaza bel sohasini MRTsini ham qilish kerak bo'ladi. Ana shunda tetrin sindrom. Plus navbatdan tashqari agar bolada oyog'i og'rishi, oyoqda harakatlar cheklansa, siyishi mustaqil bo'lmay qolsa, ichini tuta olmay qolsa yoki ichi kelishi qiyinlashib qotib qoladigan bo'lsa, tomchilab yuradigan bo'lsa, to'liq siydik chiqara olmaydigan bo'lsa, bunda tetrin bo'lib qoldi deb shubha qilinib, tekshiruvlar qilinadi. Agar to'g'ri hammasi klinika bilan mos kelsa, bemor qayta operatsiya qilinadi. Hozir bizning qizimizda mana bu yerda emeltisida mana neyragan qovuq bor. Mana qovug'i katta, mana oqarib turibdi. Neyragan qovuq bo'lib chiqqan. Mana bu yerda yaxshiroq. Mana qizimizda neyragan qovuq. Qovug'ini ko'rdingizmi kattaligini? Nima uchun kateterda turibsizlar? Kateter turmasanglar, urologiya chopib yurasizlar. Sababi bu siydik остаточный siydik qolib ketadi, to'liq chiqa olmaydi. Sizlar tomchilab chiqyapti-ku deb yuravergansizlar. Shuni hisobiga bu buyrakda остаточный siydik aynishni boshlaydi, infeksiya tushadi. Tepaga gidronefroz bo'lib, pochkalarga nagruska beradi, gidronefroz bo'lib qoladi ikki tomonlama. Pochkani ishi qiyinlashib ketadi, qonda kreatinin oshib ketadi, keyin chop urologiya bo'ladi bu yo'q, nefrologiya bo'ladi. Shuning uchun buni albatta vaqtida adekvat kateterizatsiya qilib qo'yish kerak. Yo kateterizatsiya, yo sistostoma qo'yib qo'yish kerak. Qovog'ini teshib, siydikni erkin harakatini ta'minlash kerak. Siydik o'tda to'planib qoladi. Bu yomon narsa, pochkadan ayrilib qolishgacha olib boradi agar yesli shunaqa qilib yurmasa, kateter qo'ymasa. Nailoj, chunki o'zi siysa mayli, o'zi siyolmaydiganlar, chala siyadiganlar ko'pchilik mana shunaqa katta qovug'i bilan yurib pochkasini ancha ishini qiyinlashtirib qo'ygan holatlar ko'p. Shuning uchun vaqtida kateterizatsiya qilish yoki epistoma qo'yish yoki doimiy kateter bo'lmasa ham har 3 soat 4 soatda kateter bilan siydikni bo'shatib, qovuqni bo'shatib turish kerak bo'ladi. Ana shunda siz siydikni muammosi, buyrakli muammolariga uchramaysiz. Keyingisi qo'shimcha qizimizda tug'ma anomaliya bo'lgan. Spina bifida setim. Spina bifida gidrosefaliya bilan birga keladi. Gidrosefaliya bilan birga keladigan holati bor. Bunda mana asimetrik qorinchalar kengayishini ko'rishimiz mumkin. Bu kompensirlangan deyiladi. Bunga shunt qo'yish kerak emas. Shuning uchun bolangizda shunt yo'q. O'zi kompensatsiya qilib ketgan, lekin bu tomonimizda, mana chap tomonda anaqa ko'proq zararlangani uchun buni epilepsiyasi, hozir sudragisi, endi buni muammosi sudragi ham bor. Shuning uchun mana bu miya sudraga berish ehtimoli katta. Bu yerda biz buni epilepsiyasini struktur, ya'ni simptomatik epilepsiya deymiz. Ikkita qo'sh kasallik kelyapti sizda. Ham spina bifida gidrosefaliya bilan o'zi tug'ma nuqson bilan tug'ilgan nerv sistemasi ko'pincha kompensatsiya qilib ketadi gidrosefaliyasi, lekin bu qizda bu tomonda ko'proq zararlanganligi uchun miyasi chap tomonda, bu yerda doim achak bor. Mana shu achak sudraga achagi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun simptomatik epilepsiya deymiz. Endi qo'shimcha mana kompleks yondashmasangiz, ham qovuq, ham buyrak himoyasi, uni siydikni vaqtida chiqarib turish, sudragi bilan kurashish
oyoqdagi nimjonlik bilan kurashish hammasi bizda kompleksni. Shuning uchun ozgina bizda muammomiz ko'proq. Yana nima demoqchiman? Xo'p. Yana qanaqa savollaringiz bor oysa gapirib ketavering. Shu videoga olish jarayonida. Hammasini menimcha tushuntirib oldim. Asabiylashish ko'pda. Ne, asabiylashish bo'ladi. Mana bu sizda bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Bu chunki baribir shuncha narkoz olgan, shuncha kasallik o'tkazgan, operatsiya qilgan, buni o'zi bo'lmaydi. Undan tashqari hozir mana 23 yoshman, 23 yoshda psixologiyasiga ta'sir qiladi. Kateter bilan yurish, kateter bilan yuribdi bu. Yana nima? Sudurgi beryapti. Sudurgi ham yaxshigina kayfiyat o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Hozir sudurgiga nima dori ichasizlar endi? Bu pochkasi uchun yozilgan. Pochkasi uchun bu neyropatologdan nazarchimiz. Pochkasi uchun endi oxirgi marta kreatinini qancha bo'ldi bunda? 125. Eng balandi. Undan oldin qanchaga chiqqansizlar? 250 gacha chiqqan. 24-yil. Ekskretor urografiya qilingan. Qaysi pochkasi ko'proq zarar ko'rdi? Ikkalasi ham. Xo'p, xullas nima deymiz? Pochkani hozirgi bizning vazifamiz nima? Birinchi o'rinda bolani pochkasini himoya qilish, ya'ni kateterni olib tashlash kerak emas. O'zi to'mayapti-ku deyish u noto'g'ri. Qovug'i keng bo'lib qoladi, atanik qovuq bo'lib qoladi. Mana gidrosefaliya ko'ryapsizmi? Simmetrik ventrikulomegalia, mana gidrosefaliya shu. Endi bunda hozir kompensatsiyalashgan. Kompensatsiya bo'lgani, sizniki ham kompensatsiya, chunki shu o'yinlarda vaqtida agar boshini o'lchami, mana suv bor ekan boshida uradi-ku, bilasizmi? Bolamda suv bor ekan, mana men bu aytsa, siz aytsangiz bo'ladi-da, suv bor deb. Mana suv, mana men rasmimda ham mana shu suv. Mana suv borli kompensatsiya qilgan, ito bunga shunt kerak emas. Bu suv bo'lsa nima qilibdi endi? Nima qilishimiz kerak? Suv bo'lsa suvga tiymanglar. Gidrosefaliya bo'lgan vaqtda bu tug'ma kelgan ikkalasi ham spina bifida ham gidrosefaliya. Hozir shunt kerak emas, lekin sudurgimiz bor, achak manbetlarda yaxshigina zarar ko'rganligi uchun sudurgi, ya'ni epilepsiyamiz hozir bezovta qilyapti. Hozirgi vazifamiz epilepsiyani kontrol qilish, epilepsiyaga adekvatni dori yozib berish va qovoqlarni himoya qilish, buyraklarni himoya qilish, sidikni vaqtida nima qilish, ekskretsiya, ya'ni sidikni vaqtida drenaj qilib turish, tashqariga chiqarib turish, mustaqil chiqaza olmaymiz. Gidrosefaliya, gidronefroz bo'lib qolish xavfi yuqori bo'ladi. Ham sidik infeksiyasi ketmaydi bizda kateter olib tashlasak. Har vaqti bilan pochkalar uchun kanifron, kateterni qovoqni kateter orqali yuvib turish, furatsilin bilan chayib turish har kuni bo'lsa undan ham yaxshi. 200-300 ml suv bilan ertalab 100 ml ga bitta furatsilin tabletka ketadi. Ertasi iliq qilib qovoqdan kateterdan jo'natasiz, yuvasiz, все. Bir mahal shunaqa qilib qo'yish kerak. Buyraklar uchun choy, polpola, ramashka, namatak ichib tursa, maqsadga muvofiq tarvuz ko'proq yeb tursa, yuvilib turadi. Hozir sezon. Sudurga keladigan bo'lsak, hozir uni alohida yana gaplashamiz. Nima demoqchiman? Xullas, aziz ota-onalar, biz nima qilmanglar. Mana hozirlarga klinik holatni ko'rsatib o'tdim. Spina bifida bo'ldimi, sidikdan juda xabar olib turish kerak. Tomib turibdi, kelib turibdi demanglar, chunki qovoq ataniya bo'lib, kengayib ketadi, xalta bo'lib, neyrogen qovoq deyiladi. U qisqara olmaydi, ana shu kengayib, sidik остаточный sidik qolib ketaveradi. Shuni hisobiga pochkalarga tepaga ziyon berib, ikkinchi muammoni keltirib chiqarishingiz mumkin. Shuning uchun shuni ko'z quloq bo'lib turinglar. И обязательно bunaqa kasallikda neyroreabilitatsiyani to'liq davom ettirish kerak. Bola reabilitatsiyaga muhtoj, lekin asosiysi epilepsiyasini hisobga olgan holda va buyrak qovoqlarni neyrogen qovoqligini hisobga olgan holda kompleks olib borilishi kerak.